Agar siz usta bo'lsangiz, bu video aniq siz uchun. Bitta savol qiziq bo'lyapti. Jamiki ustalarga hammasiga qiziq bo'lgan savol. Ya'ni bitta obyektda ishladingiz, kafel terdingiz yoki malarka qildingiz, santexnika qildingiz yoki suvoq ishini qildingiz. Biz masalan kafel ishlarini qilganmiz. Hop. Tasavvur qilinglar, ishinglarni cho'tki qilib bitirgansizlar, nuqson yo'q, ideal, alhamdulillah zo'r. Mayli bari bir ikkita nuqsoni bordir, mayli. Ja ideal emasdir. Chunki mukammal Alloh. Ularga maksimal darajada 99% ga idealni bitirgansizlar-da ishchida. Bitgandan keyin pul yo'q. Eng qiziq joyini aytaymi? Materialni ham yoningizdan olib kelgansizlar, ya'ni ishingiz to'xtab qolmasligi uchun, klient ishi bitishi uchun, kliyentning mushkuli oson bo'lsin, ish cho'zilib ketmasin deb harakat qilgansizda, lekin men bitta peshona teringizni pulni yo berish niyati yo'q, yo cho'zish niyati bor, Alloh bilguvchi. Mana shunaqa holatda sizlar qanaqa yo'l tutgan bo'lardingiz? Kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Agar meni fikrim sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, profilni kuzatib turing. Men o'zimning fikrimni video qilib chiqaraman inshaalloh. Videoni usta tanishingiz bo'lsa, o'shanga jo'natib qo'ying, istoriyaga joylab bering. Aktual mavzuni bir kommentariyada bir suhbat qiling. Profilga obuna bosib qo'ying. Mana shunaqa qiziq muloqotlar, qiziq ma'lumotlar mana shu profilda joylanib boriladi.